Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizning ashaddiy obunachilari tovuqlar nima uchun o'zining tuxumini o'zi yeb qo'yadi? Bugungi videomiz aynan shu haqida bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ramiz. Xullas aziz yurtdoshlar, tovuqlar nima uchun o'zining tuxumini yeb qo'yapti? Ya'ni juda ko'p odam so'radi. Men tovuqim o'zining tuqqan tuxumini o'zi yeb qo'yapti. Bu savol juda ko'p kelyapti. Buni oldin olsa bo'ladimi degan savollarga javob bo'ladi bugungi videomiz. Buni oldin olsa bo'ladi, ya'ni ikkita yo'l orqali oldin olsa bo'ladi. Uni ham aytib o'tib ketaman hozir. Mana ko'rishlar mumkin tovuqlar. Xullas, o'zining tuxumini o'zini yeb qo'yapti. Bu sabab nima? Mana shu ham qurq bo'lgan bo'lishi kerak. Qurq bo'lgandek tuyulyapti, o'zining tuxumini olyapti. Xullas, tovuqlar o'zining tuxumini yeb qo'yishidan sabab vitamin yetishmasligida yeb qo'yapti, ya'ni immunity yaxshi emas, ya'ni immunity yaxshi bo'lmagani uchun o'zining tuxumini yeb qo'yapti va doni yaxshi bo'lmasa yeb qo'yapti. Xudoga shukr, meni tovuqlarim zo'r yemayapti hozircha, o'zining tuxumini chaqib ichmayapti, ya'ni. Sizlarga maslahat, tovuqlaringiz agarda o'zining tuxumini o'zi yeb qo'yayotgan bo'lsa, buni sababini olish yo'li ikkita yo'li bor. Ya'ni birinchisi sun'iy tuxum, ya'ni shu sun'iy tuxumlar bor, ya'ni yelim tuxum deydi-ku, yelim kinderga o'xshaydigan tuxumlar bor-ku, shuni sariq tuxum olasizlar shunaqa. Bor u narsa. O'zlaring bilsanglaring kerak. Kinderga o'xshaydigan tuxumlar bor. Bozorlarga, optim joylar, yelim sotadigan joylarda topsanglar bo'ladi. Shunaqa tuxumdan tashab qo'yasizlar, chakkan payti u chaqilmaydi, yelim bilasizlar. Shunga o'rganish qoladi. Ikkinchi yo'li esa oson, juda oson, hech qanaqa rasxod yo'q. Bir simchami mana shunaqa bitta simchanimi qizdirib, shu tuxum yeyotgan tovuqning junnikining usti bor-ku, ya'ni mana shu junniki bo'lsa, junnikining tepasi, tumshuqning tepasiga bosasizlar, simni qizdirib. Shu qizadi, shuning hisobiga chaqib yemaydi. Chaqsa chunki org'iydi tuxum, shu nimasi, junniki. Shunga org'iydi deganda pastdan org'imaydi. Hafta org'ib yuradi, donni yaxshi yeydi, undan keyin tuxum yemaydigan bo'lib ketadi, zatilib. Shuni qilsanglaring o'zlariga foyda, ya'ni muammo bo'lmaydi hech qanaqa. Tavsiya beraman hammaga, shunaqa qilinglar, bo'lmasa o'zlaring muammoda yurasizlar. Shuning uchun sizlarga ham tavsiyam shu simni qizdirib junniga bosinglar yoki shu tagiga yelim tuxum, ya'ni sun'iy tuxumni tashab qo'ysanglar yaxshi bo'lardi, ya'ni tuxumni o'ziga qo'ymaydi. Videomiz yoqdi degan umiddaman va undan tashqari immunitetini ko'tarish uchun shu bug'doy, makka, har xil ko'katlarni berib yuringlar, karam berib yuringlar. Tuxum tug'ishi ham yaxshi bo'lib keladi. Va undan tashqari shu bug'doyni boshqasini berayotganda bitta tuxumni qaynatib orasiga to'g'rab beringlar yoki chaqib o'zini qorib beringlar. Shunda ham immunitetini ko'tarib boradi, undan keyin yemaydi tuxum. Sizlarga shuni maslahat berib o'tib ketaman. Videomiz yoqdi deb umiddaman. Hammaga foydali bo'ladi videomiz. Videoga bitta like bosib qo'yinglar, chunki videomiz sizlarga yoqdi degan umiddaman va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Opsiyaniyada Telegram kanalimiz turibdi va obuna ham bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalimiz ham tez kunda 2000 obunachi bo'lishi kerak. Va like bosib qo'yinglar, videomiz tezroq ko'proq odamga yetib borsin.